Azlar Shahrixonda Omali gilamlar markazidagi 2026-yil yangi gilamlar kolleksiyasi bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Siz ungacha like bosib turing, qanunda biz boshladik. Misol uchun yangilik Tehron nomli metrli gilamimiz eniga 3,5 metr ekan, kvadrat metrini 160 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rinishi nima deyapti? Har xil ranglar kombinatsiya qilib juda ham chiroyli holatda qilingan ekan. Uka, menga mayin bo'lsin, zo'ridan tavsiya qiling deganlar bo'lsa, navbatdagi yangilik metrlik ipak nomli gilamlarimiz eniga 3,5-4 metrli razmerlarda bo'ladi. Buni 1 kvadrat narxini 90 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Haqiqatan juda ham yumshoq gilamlardan ekan. Qalin Seppop yangilik Tehron gilamlarimizdan buni razmerlari 3,5 ga 4 razmerdan 3,5 ga 9 razmerlarigacha bo'ladi. 1 kvadrat metrini atiga 160 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bir yangilik shohona metrli gilamlarimizdan eniga 80 sm dan 4 metrgacha razmerlari bor va har xil rasvetkalardan bemalol topa olasiz. Buni 1 metr kvadratini narxi atiga 50 ming so'mdan. Manzili qayerda ekan deganlar bo'lsa, manzili Andijon viloyati Shahrixon tumani prokuratura binosining ro'parasida joylashgan Omali gilamlar markazi. Aytgancha Andijon bo'ylab yetkazib berish, o'lchov olish hamda o'rnatib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Barchangizni Omali gilamda kutib qolamiz.